Kishilik hayotning chirig'i umid. Umid xuddi baxtga o'xshashla kishilik hayotdagi eng muhim masala ham eng muhim ruhiy boyliq. Biroq kishilik hayotda umidning eng muhim ruhiy boyliq hisoblanadiganligini hammali kishi tushunib ketalishi notayin. Bu xuddi hamma odam baxtga intilsimi, ammo baxtning nimaligini chin ma'nosi bilan tushunalaydigan ham his qila oladigan odamlarning ko'p bo'lmaganidek bir ish. Umid haqiqatan kishilik hayotning chirig'i. Kishilik hayot mushkulotdan xoli bo'lmaydi. İnsan turli xirislarga duch kelib turadi. Jamiyat murakkablashgan sari odam iqtisodiy besim, kishilik munosabat besimi, urf-odat besimi, xizmat besimi degandek turli besimlarga bardoshlik berib yashashga to'g'ri keladi. Bunda xiris va besimlarni faqat tirishchanlik, idrok, iroda, savr toqat, ishonch va umid bilan yengib ketgili bo'ladi. Hayotda aqlini va ishonchini yo'qotmagan odamning yo'qotadiganlari uncha ko'p bo'lmaydi. Ishonch boyada umid bor. Ishonchini yo'qotgan odamning saqlab qolgudek hech nimasi qolmaydi. Umidsizlik odamni laqvolikqa ep boradi. Laqvo odamda na g'ayrat, na harakat bo'lishi mumkin emas. Ro'shanki g'ayratsiz, harakatsiz hayot tushkun hayotdir. Tushkunlik mag'lubiyatning dal o'zidir. Shunga umid va ishonch kishilik hayotdagi eng muhim ruhiy boyliq hisoblanadi. Doim degudek umidsiz tushkun yuradigan odam haqiqatan keraksiz odam hisoblanadi. Lekin umidsiz tushkun odamni axloqsiz odam degili bo'lmaydi. Qonunga muxolif yo'l tutgan odam degilimi bo'lmaydi. Biz kishilarning umidsiz tushkun odamlarni axloqsizlikda ayblaganligini anglaganimiz yo'q. Yoki umidsiz tushkun bir odamni soqchilarning izlab so'roq qilganligini ko'rganimiz yo'q. Demak, umidsizlik tushkunlik axloq masalasimi emas, qonun masalasimi emas. Ammo u kishilik hayotning sufati masalasi. Anglashlarga qaraganda 1980-yillarning boshlarida Urumchining buloq beshi atrofida, ya'ni Sanshangzi atrofida ko'cha lukchikiga aylanib ketgan bekor talab bir yigit o'tgan ekan. Uning ota-onasi madaniyat zo'r inqilobining ziyonkashligiga uchragan bo'lg'ashqa, bolasi tarbiyasiz cho'ng bo'lib, yomon bolalarga qo'shilib ketibdi. Ota-ona chiroyli tarbiya qilsa, bu yigit bo'ladi deb anglaydi ekan, u amal qilinmaydi ekan. Har qancha qilibmi ulfatlardan ayrilanmaydi ekan. Bekor talablik yo'lidan qaytanmaydi ekan. Natijada bu yigit bilan ota-onasi o'ttirisida ig'ir ziddiyat ko'rilib, yigit ota-onasi bilan birga turmay bir egizliq koni uyni ijaraga elib shu uyda turadigan bo'pti. Bu ishdan yigitning ko'ngli intayin yerim bo'ladi ekan. Ota-onasining tonish bilishlarimi bu yigitni uchratsa ayblaydi ekan. Ruhiy besimga bardoshlik berolmagan, ham turmushidagi ma'nosizlikni hal qilolmagan bu yigit umidsizlanib o'lib olish qaroriga keldi. U bu qarorga kelgandan keyin qoida bo'yicha o'lish oldida ko'nglidagi bir orzuni o'rindab, o'zimni rozi qilib o'lay deb o'ylab, o'zining to'g'u go'shiga amroqligini esiga oldi. Shuning bilan bozordan bir choq xo'rozni setib olib, kashti uyiga ep keldi. U puti bog'liqli xo'rozni uyining o'ttirisiga tashlab, qo'liga yo'g'on pichiqini elib xo'rozning bo'yniga suray deb tursa, to'satdan ishga jiddiy qiqilib, o'zi bilan bir g'oylida o'ltiradigan bir qo'shnisi aldirab kirib keldi. Qo'shnisining ayoli ig'ir oyoq ekan. To'satdan to'lg'iqqa tutib ketgachga ayolini doktorxonaga opirishib berishga yordam talab qilib kirgan ekan. U yillarda qatnash qo'rollari qiz taksi yo'q zamonlar bo'lg'ashqa,
bu ikkilan bir amallarni qilib qurilish o'rnidan lay to'shaydigan bir chaqli qo'l harabisini oriyat ep kelib, ustiga kegiz yotgan ko'rpalarni silib, eg'ir oyoq ayolni ustida o'ltirg'izib, hasrab hömidab doktorxonaga ep beribdi. Doktorxonalarning mulozimat sharoiti va mulozimat sufati hozirgidek yaxshi bo'lmag'achqa, u yoqqa yugurib bu yoqqa so'rab, oxir ayolni yotoqqa oldiribdi. Yigit u xotinni doktorxonada qoldirib, qo'l harvisini so'rab qurilish o'rniga topshirib etib, erib ichib uyiga yetib kelibdi. Uyiga kelganda vaqt bir yerga berib qolgan bo'g'ashqa, yigit xo'razni so'yib, adalab, go'shini pishirib yeyishga ko'zi yetmay, quruq non yeb bo'ldila et so'yib yey deb horg'inliqda uxlab qolibdi. Tong so'zilibdi. Laydek ezilib tatliq uxlayotgan yigit to'satdan xo'razning chillagan suzlik ovozidan cho'chib uyg'onib ketibdi. Qarisi xo'raz puti bog'laqliq, bo'ynida yo'g'an pichoq besiqliq, yerga chaplashib yotgan holatda chillayotgandek. Buni ko'rib yigitning aqli hayron qoldi. U o'z-o'ziga bir ojiz xo'raz mushu holatda turib o'z burchini ado qilib chillab turibdi. Men odam turib hech nimadan hech nima yo'q o'ylasam uyat emasmi deb pichirlab, o'zining tunigunki o'y xiyolidan qattiq o'kinibdi. Hayotini inkor qilish yo'li bilan tushkunlikdan, ma'nisizlikdan qutulmoqchi bo'lgan bu yigit ana shundoq sabab bilan hayotga yengivashdan qaytib kelibdi. Turmushga yengivashdan qadam qo'yibdi. Jamiyatga yengivashdan nazar tashlabdi. Demak, u tushkun, umidsiz pasib hayotdan qo'l uzib, jo'shqin, umidvor, aktiv hayotga qadam besibdi. Shuning bilan uning hayotining sifatida tubdan o'zgarish ko'rilibdi. Shunga umidvorlik turmushning sifati masalasi, u bir turlik qimmatli kishilik sabo deb qarayman. Kishini xushal qiladigan yeri shuki, hayotning sifatini o'stiradigan jo'shqin ruh, hayotni nurlantiradigan putmas tugumas energiya bo'lgan umid tuyg'usiga har qanday odam haqsiz erisha oladi. U sizning o'rningizdan dast turib qaddingizni ruslashingizni, ko'zlaringizni quyosh balqib turgan cheksiz ufuqlarga tikishingizni kutadi. Mushundoq yashash shubhisizki hayotga sifat, qimmat, ahamiyat, natija, utuq ato qiladi. Ümidsizlik ruhi holati hargizmi odatdagi masala emas. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ümidsizlik, tushkunlik odamni laqvolikqa ep boradi. Laqvo odam beparvo, beg'am bo'ladi. Undoq odamda g'ayrat va harakat bo'lmaganlikning ustiga andisha ingi, tashvish ingi, ta'xirsizlik tuyg'usi va mas'uliyat tuyg'usi yo'q bo'ladi. Sharq klassik adabiyotining munavvar vakillaridan biri bo'lgan Abdurahmon Jami beparvolik ham beg'amlik ming turli qismatlarning sababchisidir deb aytgan. Haqiqatan tushkunlik yamragan, umidsiz odamlar avib ketgan jamiyatning muvozanati buzilgan bo'ladi. Chunki ümidsizlik, tushkunlik haq-nohaq o'lchamlarining ostin-ustun bo'lishiga, esil qimmat mezonlarining e'tiborsiz o'ringa tushib qolishiga, insoniy axloq o'lchamlarining tuvallab ketishiga, mas'uliyatsizlik ruhining yamrab ketishiga sabab bo'ladi. Natijada axloq, ruhiyat va harakat jihatda kasallik xarakteridagi ijtimoiy psixik hodisasi ko'riladi. Shunga ümidsizlik ham tushkunlik keltirib chiqaradigan ijtimoiy oqibat nihoyatda ig'ir bo'ladi. Chunki ko'pincha hollarda jamiyatda ko'rilgan axloqqa muxolif, qonunga xilof qilmishlar tushkunlikning natijasi sifatida o'ttiraga chiqadi. Mushu nuqtadan aytganda, ümidsizlik iblisning ishi degan so'z oddiy ma'noda aytilgan so'z emas. Xo'sh,
Biz tushkunlik va umidsizlikning intayin ig'ir ijtimoiy oqibat keltirib chiqaradigan psixikalik kasallik ekanligini bayon qildik. Uning ziynini mo'ljarligisiz deb ko'rsatdik. Undaqda barliq umidsizlikni kishilik hayotdagi passivlik, jimiy umidvorlikni kishilik hayotdagi aktiv pozitsiya deb qarashga bo'lamdi. Ro'shanki ruhiyatga munosabatlik masalalar intayin murakkab bo'ladi. Kesib bir nima deyish tas. Umid murakkab abstrakt uqum. Meningcha barliq umidsizlikni passivlik, jimiy umidvorlikni aktivlik deb mutlaqlashtirishga bo'lmaydi. Ko'p hollarda dono kishilar krizis tuyg'usi ichida yashaydi. Ulardagi bu xil krizis tuyg'usiga ularni umidsizlantirgan ijtimoiy masalalar sabab bo'ladi. Ular boshqalarni o'ylab, boshqalarni ko'zda tutib hasrat o'tida puchilanadi. Chunki ular odatdagi kishilar his qilib yetmagan xavf va yomon oqibatlarni his qilib yetgan bo'ladi. Ular yiroqni ko'radi. Hodisining ichidagi mohiyatni, xushalliqning kaynidagi qayg'u hasratni, chiroyli so'zlarning tegidagi suiqasdni ko'rib yetgan bo'ladi. Shunga hoshyor sagak holatda cho'nqur mulohiza ichida yashaydi. Ularning aksicha ko'p hollarda hayot jamiyat haqidagi tonishi yuzda sodda kishilar umidvor holatda yashaydi. Amaliyotda ulardagi bu umidvorlik yengiltak ruhiy holat bo'lib, ularda o'zidan halqagan cho'nqur krizis tuyg'usi yo'q. Shunga ulardagi umidvorlikning sufati bakla to'van bo'ladi. Bu xil umidvorlik soddalikning ifodasi xolos. Har bir odamdagi umidsizlik, tushkunlik ruhiy holatining ko'rilishiga o'xshash bo'lmagan omillar sabab bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar beshiga og'ir qismatlar kelganda ishonchini yo'qotib tushkunlashib ketadi. Hatto hayotdan butunlay umidini uzib o'zini tashlab etadi. Yana ba'zi odamlar beshiga og'ir qismatlar kelgan taqdirdami bundoq mushaqqat xumdonlarda uzluksiz tovlanib, texmi jasur, texmi ruhliq, o'ziga bo'lgan ishonchisi texmi kuchlik bo'lib ketadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, umidsizlik bir xil psixikalik kasallik. İnsanning psixikalik tangpungligi buzilganda ko'riladigan ruhiy holat. Odamlardagi umidsizlikning darajasi o'xshash bo'lmaydi. Odatda hamma ishdan ro'yi qaytgan bir xil umidsiz odamlar bo'ladi. Ular ishonchini tamoman yo'qotgan umidsizlardan bo'lmasimi, lekin hayotdagi har bir o'zgarishdan xavotirlanadi. Natijada kayfiyati to'van, noxush hayot kechiradi. Tövəndəki misalda bu xildəki adamның ruhi halati nəhayət tipik ifadelangan. Kashqurunda ketavatqan ikki odamning biri quyoshning petivatqanligiga qarab hasrat bilan "Quyosh o'ltirdi, jahonni qorong'ulik qoplashga boshladi" debdi. Yana biri "Yo'q, yulduzlar charaqlab yenib go'zal kecha osmoni yuz etishga boshladi" debdi. Hayotda odamning irodasiga aslo boqmaydigan, saqlanish mumkin bo'lmaydigan tabiat hodislaridan va qonuniyatlik o'zgarishlardan hasrat chekib yashashmi bir xil umidsizlik. Turmushdagi rangbarlikdan ta'sirat jo'g'lab huzur his qilib yashashning o'rniga qog'ab qaqshab yashashmi bir xil umidsizlik. Fransiyalik mashhur mutafakkur Russo eng ahamiyatli yashagan odam uzun yashagan odam bo'lishi notayin, ahamiyatli yashagan odam turmushdan eng ta'sirlangan odam bo'lishi kerak deb aytgan. Odamlarning turmushga bo'lgan ta'sirati o'xshash bo'lmaydi. Shay'ilarga tutgan pozitsiyasi o'xshash bo'lmaydi. Shunga ba'zilar umidvor holatda olg'a intilib tetik yashaydi. Ba'zilar umidsiz holatda g'o'drab vaysab yashaydi. Bu o'xshash ish ustida qaysi tarafdan tafakkur qilishga bog'liq. Odatda yo'lda ketib borganda yomg'ir yig'ib qolsa kunlikni echib astakla bo'ladi. Ajab bu naskun bo'ldi, yana yog'di yomg'ir deb vaysashning hojati yo'q.
Bundaq vaysash yomg'irga, bulutqa yoki shamolga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Aksicha kayfiyatingizni buzadi xolos. Kundalik turmushdagi ko'pincha ishlar dal mushundaq. Shunga kayfiyatni ustun tutib qilmoqchi bo'lgan ishni puxta qilish kerak. Hadislar vaysab yurish kayfiyatni tavallatib etadi. Bu xil holat takrorlanib odatga aylanib qolsa, odam umidsiz odamga aylanib ketadi. Hayot bak murakkab bo'ladi. Hayotda har qanday odam aslo umidsizlanmayman deb aytolmaydi. Psixikasi har qancha kuchli odamlarmu ba'zida umidsizlik ruhiy holatiga giribtor bo'lishi tabiiy. Birdamlik yoki qisqa mezgillik umidsizlik kayfiyat krizisi hisoblanadi. U o'tkinchi bo'ladi. Uzoq mezgillik umidsizlik ishonch krizisi hisoblanadi. Bizning ko'zda tutayotganimiz ishonch krizisiga duchor qiladigan uzoq mezgillik umidsizlik holatidan iborat. Bundaq ruhiy holatning shakllanishiga turli ichki tashqi omillar sabab bo'ladi. Chunki ba'zida odam qabul qilib bo'lg'isiz darajadagi fojia va baxtsizliklarga duchor bo'lmayman deyolmaydi. Tasodifiyliklar bilan to'lgan bu olamda hamma ish odamning ruhiy holatiga yoki undoq yoki mundoq ta'sir ko'rsatadi. Psixologlarning qarashicha ko'pincha kishilarda o'rtaq ko'riladigan umidsizlik sabab bo'ladigan omillar tövandagi 4 nuqta bilan munosabatlikkan. Birinchi, boshqalarning bahosi ichida yashash. Ikkinchi, belgilangan nishona muvofiq bo'lmaslik. Uchinchi, hayotning sifati tövan bo'lish. To'rtinchi, ko'zatishi va tushunishi yuzda bo'lish. Kishilik hayotda boshqalarning so'ziga bo'libmi bahosiga ziyoda ahamiyat beradigan odamlar osonla mag'lubiyatchi bo'lib qoladi. Boshqalarning so'ziga ziyoda ahamiyat beradigan bu xil kishilar doim degudek hamma odamning o'zini yaxshi ko'rishini umid qiladi. Kutkini bilan amaliyat zid bo'lib qolsalar umidsizlanib ketadi. Navoda boshqalarning fitna ig'volariga duchor bo'lib qolsa, biroqla xudini yo'qotib bo'shab ketadi. Kishilarning og'zini etish dengizga ko'vrik selishdan mushkul degan hikmatlik so'z bor. Hayotda qusurchi, hasadxo'r, masxaravoz odamlar mangdamda bir uchrab turadi. Ularning talab etish baholariga, zaharxanda masxaralariga ahamiyat berishga to'g'ri kelsa, ushuk tekkan kovidek tugishadigan gap. Psixikasi kuchlik, mustaqil xarakteri bor qaysar odamlar o'zi to'g'risida hasad va masxara bilan aytilgan so'zlarni olg'a ilgirlashning harakatlantirgich kuchiga aylandira oladi. Hasadxo'rlarning, masxaravozlarning so'zlari toshga o'xshaydi. Ojiz bo'lsangiz bu toshlarga putlashib yiqilib borgan sira ishonchingizni yo'qotasiz. Kuchlik bo'lsangiz bu toshlarni palampay qilib uzluksiz holda o'zingizning hayot nishoniga borgan sira yiqilishsiz. Bunda qilish uchun odamda polatdak iroda, kuchlik xarakter, faylasuflarcha pozitsiya bo'lish kerak. Ro'shanki g'oyasi yuksak, shon shuhrati yuqori, iqtidori ustun odamlar xilma-xil top-tanalarga, hujum hasadlarga uchramay qolmaydi. Biz polatdak iroda, kuchlik xarakter degan so'zni ko'p anglagan. Buni vujudida hozirlay olgan kishilar oz bo'lsa-mu, ammo buni biladiganlar intayin ko'p. Lekin faylasuflarcha pozitsiya degan uqumni biladiganlar meningcha ko'p bo'lmasa kerak. Faylasuflarcha pozitsiya ko'rgan bilgini ko'p, ma'lumoti mo'l, tafakkuri jonliq kishilarda ifodalanadigan bir xil yuqori psixikalik sopa. Buni jonliq bir misol orqali tushuntirishga to'g'ri kelsa, Sokrat to'g'risidagi bir hikoya bu xil pozitsiyani nihoyat yaxshi izohlab beradi deb qarayman. Sokrat bo'ytoq mezgilida bir qancha do'sti bilan nihoyat kichik bir ig'izliq uyda o'ltirar ekan. Shundaqdimi atidan kashkicha xushal yurar ekan. Bir kishi uningdan
Shuncha ko'p odam kichikkina uyda qistilishib yashab turg'uliq siz yana nimaga xushal bo'lasiz deb so'rabdi. Sokrat, do'stlar bir yerga jam bo'lsa har vaqt ideya va hissiyot almashtirg'uli bo'ladi. Sizningcha bu xushal bo'lishga arzigidek ish emasmi debdi. Bir mezgil o'tgandan keyin Sokratning do'stlari to'y qilib ko'chib chiqib ketib, uyda Sokrat yolg'iz qoldi. Lekin u har kuni yanala xushal yuraveribdi. Eliq kishi uningdan siz o'zingiz bu uyda yolg'iz turib yana nimaga xushal bo'lasiz deb so'rabdi. Sokrat, mening nurg'un kitobim bor. Bir kitob bir ustozga barobar. Men shuncha ko'p ustozlar bilan birga o'tavassam, ham har qanday vaqtda ulardan ta'lim olaydigan tursam, nima uchun xushal bo'lmaydi ekanman debdi. Necha yillardan keyin Sokratma to'y qilib yangi uyga ko'chib kiribdi. Bu 7 qavatlik bino bo'lib, uning uyi binoning birinchi qavatida ekan. Ustidagilar hamisha tövanga yundi to'kidi ekan. Kona oyog'i sesiq paypoq chashqonning o'liki degandek maynat narsalarni tashlaydi ekan. Eliq kishi Sokratning yanala xushal yashayotganligini ko'rib qiziqqan holda uningdan siz mo'shundoq muhiti nachar uyda o'ltiribmi yana o'zingizni shuncha xushal his qilamsiz deb so'rabdi. Sokrat, shundoq, siz birinchi qavatning yaxshi tarafini bilmaysiz. Masalan, eshikdan kirsingizlar uy, erib echib egiz qavatga chiqishning hojati yo'q. Narsa kerak yo'tkashga qolaylik, kishini texmi rozi qiladigan binoning oldidagi bo'sh yerga gul yoki ko'ktat terg'ili bo'ladi. Bu nima degan ko'ngillik ish ha debdi. Bir yildan keyin Sokrat birinchi qavatdagi uyini yuqori qavatdagi bir do'stiga o'tinib beribdi. Chunki bu do'stining uyida palash bo'lib qolgan bir yashangan kishi bor ekan. Sokrat binoning eng yuqori qavatiga ko'chib chiqib yanala xushal xoram yashapti. Eliq kishi Sokratni mazoq qilgan holda, "Taqsir, 7-qavatda o'ltirsa qanday foydali taraflari bor ekan?" deb so'rabdi. Sokrat, yaxshi tarafini ayt ko'p. Masalan, har kuni bir qancha qitim tushib chiqishning o'zila sog'lomlikqa intayin foydali, yana kun yaxshi tushadi. Uy yo'riq bo'g'ashqa kitob ko'rganda, maqola yozganda ko'z charchamaydi, ham yuqori qavatda sizni hech kim ovora qilmaydi. Kech kunduz intayin tinch o'tasiz debdi. U kishi keyin Sokratning o'quvchisini uchratib qilib uningdan sizning ustozingiz hamisha shunda xushal yuramdi. Mening his qilishimcha uning har qitim turgan uyining muhiti ancha yaxshi emas-ku deb so'rabdi. Sokratning shogirdi uningga odam uchun ruhiy kayfiyat muhitdanmi zarur deb javob beribdi. Bu Sokrat haqidagi bir to'qilma hikoya. Hikoyadan Sokratning har qanday ahvolda ruhiy holatini ozoda ham xushal tutib yashaydigan faylasuflarcha pozitsiyasini ko'rib olg'ili bo'ladi. Haqiqatan mutafakkurlar turmushdagi ancha kim qiyinchiliklarni cho'ng bilib ketmaydi. Prinsipal masalalarda ondan qat'iy pozitsiyasini ifodalaydi. Cho'ng ishlarni qiladigan odamlar ishlarni bartaraf qilishda masalani cho'ng jihatdan o'ylashadi. Faqat nazar doirasi tor kishilar kichik ishlarni sig'irlab turib oladi. Qisqasi faylasuflarcha dunyo qarashga va mijoz xarakterga ega bundoq kishilar hayotning ma'nosini boshqa nuqtalardan izlaydi. Hayotda o'ziga ziyoda yuqori talab qo'yilgan bir qism kishilar bo'ladi. Ular o'z g'oyasi va orzu istaklarini o'zlarining qurbi yetmaydigan darajada yuqori bekitib oladi. Natijada amalga oshirolmay o'zini ta'liy qoj hisoblab beoromlik ichida kun o'tkazadi. Odam o'zini to'g'ri mo'ljallamaganda, yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyalari reallikqa uyg'un bo'lmaganda o'zini mag'lubiyatchidek his qilib, tushkunlik patqiqiga petib qoladi. Shunga nishon g'oyining muvofiq bo'lmasligimu umidsizlikni keltirib chiqaradigan muhim sabab deb qaraladi. Eng yaxshisi odam o'zining iqtidoriga mos keladigan nishonga intilishi kerak. Undaq bo'lmaganda rayi sovib, umidsizlanish kayfiyati kelib chiqadi.
Bir qism nishonlar shu kishining iqtidoriga intayin mos kelsa-mu, biroq har qanday nishonning amalga eshishi subyektiv omillarga bog'liq bo'lavermagachga o'xshashli mag'lub bo'lish ahvoli ko'rilib qoladi. Chunki biror nishonning amalga eshishida obyektiv shart-sharoitmi muhim rol o'ynaydi. Shunga aqlga muvofiq ba'zi arzu nishonlarmi shart-sharoitning pishib yetilmaganligi yoki yor bermaganligi sababidan amalga oshmay qoladi. Mushundaq ahvoldami irodasi ojiz bir qism kishilar tushkunlashib ketadi. Shunga odam iddiya jihati jonliq, psixika jihati elastikiligi kuchli bo'lishi kerak. Umidni birli nuqtaga bog'lab qo'yish xato. Muhit sharoitning o'zgarishi, turlik inkas va uchurlarning o'xshamasligiga asosan odam o'zining nishonini har vaqt tanglab turishi kerak. Odam umid bog'lagan bir nishon to'sqinlikqa uchraganda, shuningga yaqin keladigan yana bir nishonni o'rniga dastatishga bo'ladi. Arzuning amalga eshishi bir uzluksiz jarayon bo'lib, uningda nurg'un ushoq halqalar bo'ladi. Her bir kichik arzu amalga oshganda ondan yetmoqchi bo'lgan cho'ng arzuga yaqinlashqili bo'ladi. Shunga nishonini amalga oshirishga bel bog'lagan odamning taktikasi jonliq bo'lishi kerak. Degandilar ro'yi qaytib bo'shib ketsa mag'lubiyatchiga aylanib qoladi. Shunga reallikqa aktiv yuzlanish kerak. Aqlliq odamlar turmushda muayyan nishon turg'izib, shu nishonini amalga oshirish orqali hayotiga qimmat ato qilishni, jamiyatga tuhfa qo'shishni o'ylaydi. Hayotda aqlliq bo'lish kishini so'yindiradigan ish bo'lsa-mu, lekin uningga qaysar iroda qo'shilmasa natijasi alohida bo'lmaydi. Chunki aqlliq odamlar kichik ishlarni qiladi. Qaysar irodalik odamlar cho'ng ishlarni vujudga chiqaradi. Ham aqlli ham jasur odam shamsharga o'xshash har qanday chaqda kerak kelaveradi. Turmush tugumas sinoqlarga, ko'zni olachakman qiladigan, ko'ngilni vasvasaga soladigan eziqtirishlarga to'lgan bo'ladi. Bundaq sinoq va eziqtirishlar fazilatimizni, xarakterimizni o'lchaydigan tarozidir. Biz qiyinchilikni va o'zimizning ojizliklarimizni har bir qitim yangsak bir qadam ilgarilaymiz, pishib yetilamiz. Irodasi mustahkam, xarakteri kuchli, istiqbol istaklari vujudini egillagan har qanday odamni, ya'ni kelajakka bo'lgan yuksak intilish qalb to'ridan o'rin olgan har qanday odamni kishilik hayotning turli izzat-qu havaslari va o'tkinchi manfaatlari osonlikcha qaymoqtirolmaydi. Qat'iy irodali kishilar bo'shashmay olg'a besish jarayonida hayotdagi kuchliklardan bo'lalaydi. Odam o'zini cheklashni bilgandila, ondan ko'ngliga pukkan arzu armonlarini reallikqa aylantiradi. Nishon qilgan g'oya maqsadlariga yetalaydi. Hayotning sufati to'van bo'lish sababidanmi umidsizlik, tushkunlik ruhiy holati kelib chiqadi degan masalaga kelsak, bu yerdagi hayotning sufati to'van bo'lish hargizmi turmushning moddiy shart-sharoitini ko'rsatmaydi. Balki odamning ma'naviy sufatini, ya'ni ruhiy dunyosidagi g'urbatchilikni ko'rsatadi. Bu o'ziga bo'lgan ishonchning intayin to'van bo'lishida ifodalanadi. Ruhiy dunyosi g'urbat odamlarning o'z-o'zini qadrlash tuyg'usi nihoyat to'van bo'ladi. Ular ruhiy dunyosidagi nomratlikni o'zining tashqi dunyosini bezab ko'rsatish orqali yengishdak noto'g'ri usulga berilib ketadi. Masalan, hashamatchilik qilib to'y-to'kinlarni ziyoda cho'ng o'tkazish, turli bahona sabablar bilan qator chay o'tkazish, iste'mol jihatda basxo'rlik qilib iste'mol talbisiga aylanish, atidan kechgacha o'yin tomoshaga berilib kayf safo turmush kechirish, shu orqali o'zini boy-bayoshat, xotirjam, to'qqiza tal holatda yashayotganda ko'rsatishga urinish qatorliqlar ruhiy g'urbatchilikning boshqacha shaklda ifodalanishi hisoblanadi. Bundaq ruhiy g'urbatchilik ko'p sonliqlarda ko'rilsa, ular jamiyatning asosiy kuchiga aylanib qoladi.
Chunki ba'zida sonning ko'pligi muhim iqim paydo qiladi. Bundaq iqim man degan odamlarni o'z qo'ynimi ichiga so'rab ep kirib ketalaydi. Ko'p sonliqlar sifatida o'ttirg'a chiqqan bu xil kishilarning hayot qarashi va turmush odatlarini asla yoqtirmaydigan oz sonliqlar amalsizlikdan ashu ruhiy dunyosi namrat ko'p sonliqlarning bo'mmug'ur qarashlari, yo'qolan odatlari va arzimas fatvolarining iskanjisiga o'xshash bo'lmagan darajada tushib tipirlab yashashga majbur bo'ladi. Hammamizga ayonki, yaqin tuqqanlari, do'st yoralari bilan o'tkazsa kifoya bo'ladigan to'y-to'kunlarimiz pesh tegibli ketgan odamlarni bilsun bilmasun ola qo'ymay chaqiradigan hozirgi qim-qim odam to'plab obro'y izlaydigan chakina murosimga aylanib qoldi. Bundaq to'y-to'kunlar kishilarning iqtisodiga ziyoda besim etganning ustiga eng yomoni talay kishilarning vaqtini behuda isrof qilib etib boradi. Bu kishilarning ichida to'y-to'kunlarning dag'u-dug'usidan obro'y izlaydigan ko'p sonliqlarmi ham bundaq ma'rakalarga bezorlik bilan qaraydigan oz sonliqlarmi bor. Oz sonliqlar xohlamasimi bu xil vaqt isrofchiligining dardini tatishga majbur. İnsoniyatning vaqt qarashi bag'an siri kuchayotgan, vaqtni qadrlash ingi bag'an siri eshib berayotgan bugungi dunyoda vaqtni bu darajada isrof qiladigan odat odamni haqiqatan bezor qiladi. Pixsiq bo'lishga to'g'ri kelsa, faqat vaqt masalasida uchiga chiqqan pixsiqlardan bo'lish kerak. Chunki vaqtni zoyi qilish hayotni zoyi qilish hisoblanadi. Bundaq chakini murosimlarga to'lgan hayot beg'am, beparvo hayotdir. Hayotni so'ymagan odam vaqtni qadrlamaydi. Bekor o'tgan hayotiga, zoyi ketayotgan vaqtiga echinishni bilmaydi. Vaqtni qadrlash engi yo'q odamlar tinim topmay mahjong o'ynaydi, qarta o'ynaydi, bort o'ynaydi, kullab quruq parang saladi. Germaniyaning dangliq faylasufi Schopenhauer qarta o'ynash aqldagi ojizlikning ro'shan alomati. Odamlar fikr almashtirishga qurbi yetmasa qarta o'ynashidu degan. Botulkini tiklab elib kechilab romki qiqishadigan, qaqirab kulishib tayini yo'q latifi yumurlarni aytishidigan, konu dutarni jaldirlatib ola tag'il tovlab heli bog'da, heli tag'da, heli qavoqda, heli yotoqda takror so'rin tuzib, hayotning payzini suravatimiz deb ahmoqlarcha xush bo'lib o'zini qo'llab yashaydigan bundaq turmush shakli tipik tushkun turmush shaklidir. Ruhiy tushkunlikka berilish haqiqiy baxtsizlikdir. Restoranlarda xudini yo'qotgan holda o'ynab, sakrab, qaynab, qizib yashayotgan bu bayqushlarning qaramoqqa ruhiy holati jushqunda ko'ringan bilan amaliyotda ular turmushidagi ma'nisizlikni, sezgularni g'idiqlash usuli orqali yengishga urinayotgan bechora insonlardir. Bu xil beg'amlik ruhiy tushkunlikdir. Bundaq turmushga ko'nikkan kishilar ma'nisining boy yo'qligi bilan hisoblashmay, kulayli do'stlar deb qalvalachi kulib yayraydi.
Oynayla do'stlar deb xudini yo'qotgan, majburiyatini unutgan holda beg'amlarcha o'ynaydi. Yashayla do'stlar deb nishonsiz, maqsadsiz holda nodonlarcha yashaydi. Ko'p sonliqlarga o'rtaq bo'lgan bundaq turmush kasal ruhiy holatning, ijtimoiy psixikadagi sog'lomsizlikning ifodasi. Bundaq normalsizlikdan kasal jamiyat shakllanadi. Nikoh krizisiga patgan majruh oilalar, illiqlikqa yo'qib parchalanib ketayotgan baxtsiz oilalar, mas'uliyatsiz dadalar, diyonatsiz onalar, pul huquq qo'yida xudini yo'qotib qo'yayotgan talay kishilar, ko'ngildagidek ta'lim tarbiya muhitiga erishamay, cho'lponlarni cho'ng bilish bilan qalbini avundirib cho'ng bo'layotgan bechora balalar, dal mushundoq kasal jamiyatning ruhiy dunyosi yemirilgan qo'rqinchli qo'shinlaridir. Mashhur faylasuf Kant idrokdan, axloqdan chetnigan holda tamamen huzur halovatga dumtushganlarning hayoti bir tiyingimi arzimaydi deb ko'rsatgan. Haqiqatanmi uzluksiz holda olg'a talpinib yashashni istamaydigan odamning hayoti qimmati yo'q, arzimas hayotdir. Yashashdan maqsad uzoq yashash emas, balki oldi bilan mazmunliq, ahamiyatlik yashash bo'lishi kerak. Uzoq yashagan bilan hayotning ma'nosini his qilib yashashni bilmasa, yashamaganga barobar. Qimmat yaratmay yashagandan o'lgan a'lo. Kishilardagi bu xil ruhiy g'urbatchilik ularning psixikasidagi ojizlik bilan munosabatlik. Odamning eng cho'ng raqibi o'zi. Odam faqat o'zi ustidan g'olib kelalasila o'zini bo'ysundira oladi, ham dunyoni bo'ysundira oladi. Har bir odam hayotda boshqalarga hukmronlik qiladigan podshoh bo'lolmasligi mumkin. Lekin har bir odam o'ziga podshoh bo'la oladi. Ich og'ritish aralashgan arzon baholiq arzimas yordamlardan umid kutmay, tavranmas ishonchimizga toyinib umid bilan olg'a ilgirlasak, biz hayotdagi tashabbuskor odamga aylana olamiz. Ishonishga bo'ladiki, hayotda bir eshik etilsa, jazman yana bir eshik ochiladi. Odam turmushga yuzlanganda cho'qim jasur bo'lishi, hadisali zarlab emasligi lozim. Arzu istaklarini amalga oshirishga o'zini beg'ishlay olgan odam hayotning sirli qovuqlarini ocha oladi. Ochanmagan taqdirdami o'ziga yuz kelalagan holda yashagan azamat sifatida ko'z yumadi. Bundoq odam haqiqiy erkin odamdir. Arzu armonlarining amalga eshishini passiblik bilan kutib o'ltirgan odam qul odamdir. Chunki bundoq odamlar o'ziga xo'jayin bo'lish sharafiga muyassar bo'lolmagan odamlardir. Mutafakkurlar hayotning xo'jayini bo'l deb ko'p ogohlantirganda, mushundoq hayotni nazarda tutgan. O'zini va o'zgalarni, hayotni va jamiyatni ko'zatishi va tushunishi yuza bo'lishning odamning umidsizlik tuyg'usi bilan bo'lgan munosabatiga kelsak, o'zini va o'zgalarni, hayotni va jamiyatni ko'zatish va tushunishning yuza bo'lishi tafakkur kuchining ojizligi bilan munosabatlik bo'ladi. Tafakkur quvvati normal kishilar hayotdagi go'harlarni bayqab yetalaydi. Tafakkur quvvati ojiz kishilar bo'lsa, kishilik hayotdagi go'harlarning qimmatini his qilib yetanmaydi. Bir betalay yigit bor ekan. Nima ish qilsa 10 kammaydi ekan. U o'zining ta'tir peshonaligidan zorlanib yuriydi ekan. Shundaqdimi tirikchilik uchun taraf-tarafga berib istiqboli uchun yo'l izlaydi ekan. Bir kuni kechda u xiyol bilan nishonsiz holda bir chig'ir yo'lda ketib o'tib, tuyuqsiz putiga bir nima putlashqanligini sezibdi. G'uva ayyoriqida engishib qarasa, yo'lning o'ttirasida tompiyib turgan bir xalt turg'udek.
U xaltini silab beqib ichiga liq tosh qochilinganligini bilibdi va hech nimani o'ylamasdan xaltini qo'liga elib bir tarafdan nishonsiz olg'a mangsa, yana bir tarafdan zerikishdan xaltidagi toshlarni birdan elib daryoga tashlabdi. Taşlar gahi egiz gahi pakar yayi saman isnalarını kaldırıp daryoga düşüp, zil ovoz chiqarib daryodagi oy sho'lalarini chayqaganda, yigitning qalbi o'zindan beri ko'rilmagan shodlikqa to'libdi. U o'zini xuddi balaliq vaqtlariga, tug'ilib o'sgan yurtiga qaytgandek his qildi. Talaysizlikni vaqtincha unutibdi. Atrof asta yorishqa boshlaganda, yigitning qo'lida oxirgi bir dona tosh qapti. U uni daryoga tashlamoqchi bo'lganda, ondan uning asli nihoyatda esil go'har ekanligini bilibdi. U nihoyatda o'kinibdi. Bayqamay liq bir xalta go'harni daryoga tashlavatganligidan qattiq pushaymon qilibdi. Bu hikoyadagi yigit o'zini sezmagan holda Parvardigor uningga ato qilgan go'harlarni tashlavatgan edi. Real turmushdami o'zining hayotidagi go'harlarni bekor tashlab etadigan kishilar oz emas. Ular nodonlik, bekorchilik, o'rinliq, aldirashlik, qatmanlik, beparvolik ichida umid, kurash, qizg'inlik, baxt, fursat, oila, shon sharaf qatorliq qimmatli hayot go'harlarini yengillik bilan tashlab etadi yoki isrof qilib tugutadi. Tong yo'raganda bo'lsa, vaqtning allaburun o'tib ketganligini tan elib levini tishlab qoladi. Hayotda nurg'un kishilar yoshlik bahori to'zig'anda, behuda o'tgan vaqtlarni qaytarib kelish mumkin bo'lmaganda, ondan o'zida ilgari bor bo'lgan shu qimmatli narsalarning qadriga yetadi. Hasratini chekadi. Ularni vaqtning jiddiy aqllariga mangulik tashlavatganligidan o'kinadi. Ongsiz ravishda tashlab etish bilan ongliq ravishda tashlab etishning farqi bor albatta. Yuqorqi cho'chakdagi yigitning harakati ongsiz ravishda o'zining go'harlarini tashlavatganlik bo'lib, ongsiz savallikka kiradi. Biroq ba'zi kishilar olqinidikining hayotidagi eng qimmatli go'harlar ekanligini aniq bilib turibmi qilchi qadrlamaydi. Xohlagancha tashlaydi, sundiradi, isrof qiladi, hatto dafsanda qiladi. Oxir berib pushaymonni oladigan qoch topolmay qoladi. Tafakkur quvvati normal kishilar hayotdagi qimmatli go'harlarni bayqab yetalaydi deganda, bilimlik odamlarning ruhiy holati aktiv, umidvor, bilimsiz odamlarning ruhiy holati passiv, umidsiz bo'ladi deb tushunishga bo'lmaydi. Chunki umid bir xil psixikalik holat. Shunga bilim bilan umidvorlikni, bilimsizlik bilan umidsizlikni barobarlashtirib qo'yish xato. Ammo bilimlik, ma'lumoti mo'l, tafakkur quvvati kuchli kishilarning ko'pinchisi hayotdagi turli masalalarni to'g'ri hal qila oladi. Ularga to'g'ri muomala qila oladi deb qarashga bo'ladi. Bu yerdagi ehtimollikni hargiz nazardan soqit qilmaslik kerak. Chunki umidvorlik xarakterga bog'liq. Bilimi yo'q deyarlik. Lekin xarakteri kuchli odamlar o'xshashlar nihoyatda umidvor, ishonchisi kuchli keladi. Mustaqil xarakteri kuchli bo'lgan odamlar gohida bilimi mo'l, ammo xarakteri ojiz, azmi kishilarga jasorat beg'ishlaydi, umid ato qiladi. Aqlliq bo'lish, umidvor bo'lishga tang deb tushunishmi o'xshashlar nomuvofiq qarashdir. Bilish kerakki, aqlliq odamlarning qo'lidan kichik ishlar keladi. Navoda aqlga jasorat qo'shilib kelsa, u holda bundoq kishining qo'lida cho'ng ishlar vujudga chiqadi. Shunga umid, ishonch chirig'i ko'p hollarda jasorati urg'ib turgan, xarakteri kuchli odamlarning vujudida nur chachadi. Bilimlik, aqlli kishilar hissiyotga berilib yoki iqimga agishib ish qilmaydi. Bu ularning ro'shan alohidaligi. Ularda tarbiya ko'rgan odamlarda bo'ladigan o'zini tutib olish kuchi bo'ladi.
Bu nuqtada ularimiz zo'r afzallikka ega. Demakchi bo'lganim umidvorlikning xarakterga munosabatli ekanligini ta'kidlash. Buni misol bilan tushundirsak, xarakteri bir-biriga tubdan o'xshamaydigan qo'sh kezak bor ekan. Akkisi beshini sangilatibli yuradigan mishchan bo'lsa, inisi tug'ilishidilla umidvor tetik bola ekan. Ularning 8 yoshga to'lgan tug'ilgan kuni harpisida ota-onasi ularning xarakterining o'zgarishiga foydasi bo'lsin uchun alohida o'ylanib, ularga ayrim-ayrim holda sovg'a tayyorlabdi. Cho'ng'iga yangi tipdagi yip-yangi velosiped olibdi. Kichikiga ot tezlik selingan quti tayyorlabdi. Sovg'at berilgandan keyin cho'nglar ularning inkasini ko'rib beqish uchun diqqat bilan qarashib turishibdi. Avval akisi cho'ng qopni echibdi. Echibdi-yu pang'ida yig'ilib etibdi va "Sizlar mening velosiped minmaydiganligimni bilasizlar-ku, texi sirtda qor yig'ivassa" debdi. Ota-onasi poypetak bo'lib uning ko'nglini yasash uchun avara bo'layotganda inisi qutini echibdi. Uy ichi ot tezligining purqi bilan to'shibdi. O'ylamagan yerdan inisi xushalliqidan vaqirib etibdi. Ondan qinqiniga patmagan holda qo'lini egiz ko'tiribdi. "Aytinglar-chu, u otni nega yoshirib qo'ydinglar?" debdi. Bu misoldan ko'rib olishga bo'ladi-ki, xarakteri ojiz, umidsiz bola yaxshi sovg'atdan xushallik his qilishning o'rniga yig'lab o'zini xafa qilgan. Xarakteri kuchlik, umidvor bola tezakni ko'rib otni tasavvur qilgan. Chunki u umidvor ruhiy holatga ega. Shuni aktiv o'ylaydi, aktiv fikr qiladi. Ruhiy holati umidsiz bola bo'lsa, passiv o'ylaydi, passiv fikr qiladi. Umidvorlik kishilik hayotdagi qimmatlik ruhiy boylik deyishimizdagi tub sabab mushu yerda. Yuqorida umidvorlik kishilik hayotdagi qimmatlik ruhiy boylik degan so'zni bir necha qitim tilga oldik. Umidvorlik haqiqatan qimmatlik ruhiy boylik. Shundaqli kishilik hayotning chirig'i. Umidni qancha ta'riflasa arziydi. Lekin ta'riflab qo'yish bilan cheklanib, izohlash, tushuntirish yetarlik bo'lmasa, kishilarning diqqat nazarini bu masalaga og'dirg'ili, ularning hayot qarashiga ta'sir ko'rsatgili bo'lmaydi. Umidvorlikning kishilik hayotdagi tangdoshsiz hayotiy kuch ekanligini misol orqali tushuntirish intayin muhim. Buni jonliq izohlab beralaydigan misollar ichida tavandagi misol nihoyatda tipik ahamiyatga ega deb qarayman. 1945-yili 5-oyda ittifoqdosh armiya Hitler Germaniyasini mag'lub qilib Berlin shahrini egallagan ham Germaniyaning shartsiz taslim bo'lganligini jakarlagan. Uzoq o'tmay ittifoqdosh armiyaning oliy qo'mondoni bo'lgan amerikalik general Eisenhower urush o'ti ichida xona vayron bo'lib ketgan shahar Berlinga yetib kelgan. U Berlinga kelib bir necha kundan keyin g'oliblarda bo'ladigan mag'rur hissiyot bilan Berlin shahrini ko'zdan kechirib boqmoqchi bo'lgan. U o'ziga o'xshash hissiyotdagi necha 10 general va admiralni agashtirib Berlin ko'chalarini aylanib, Yevropadagi bu mashhur shaharning xarobi qiyofatini tomosha qilgan.
Bir-biridan hayvatlik, bir-biridan usturlik bu general admirallarning oldida mag'rur qiyofatda ketayotgan Eisenhowerning nazari to'satdan bombardimanda o'rilib tushgan bir binoning xarobisidagi kichikkina torchuqni makon qilib olgan yolg'iz momayga tushgan. Qarasa yeshi 80larda ba, sochlari oqarib yuzlarini qoriq besib lunchib ketgan bir bechora momay ig'ir qadamlarini tast yo'tkab neradagi tungdan ko'rishkida suv elib o'zi uchun panoh joy qilib olgan torchuqning oldidagi yo'pirmoqlari yashnab gullari poraklab echilib turgan kichik bir tashdakka avaylab mehri bilan suv quyib sug'urayotgan ekan. General Eisenhower 4 kunlik qolgan bu egichaqsiz g'erib momayning harakatiga qarab nimalarnidu o'ylab jimmida bo'lib ketibdi. U atrofidagi momayning harakatini ko'zatib turgan hamrohlariga qarab, biz bu millatni texim mag'lub qilamabdiq debdi. Eisenhowerni bu xil o'y fikriga keltirgan kuch qandaqdu Germaniyaning yoshrinib yotgan bir qudratlik armiyasi yoki maxfiy qoral zavodi emas, balki o'ziga tava o'yi qaraydigan bola chaqisi, yegudek osh tamiqi yo'q, qerib holidan ketgan bir makmak momay edi. Eisenhowerdagi g'oliblarga xos mag'rur hissiyotni pastgo'yga tushirib qo'ygan narsa dal momaydagi umidvorlikdan iborat. Odatdagi ahvol bo'yicha aytganda, egichaqsiz boshpanasiz bu momay eski tuskilarning ichida tilamchiga o'xshash siyohda yoki o'limini kutib yoki birasining yordamini kutib yetishi kerak edi. Lekin u momay ashundoq nochar sharoitda turayotgan ham eng bechora holatga tushib qolgan bo'lsa-mu, muhitini go'zal qilishga tirishib bir tashtak gulni butun mehri bilan boviqini emitayotgan yosh cho'kandek sug'urib yashnatgan. Mashhur adabiyot obzorchisi Belinski tirishchanlik hayotning shartidir, tirishchanlik tugasa hayotni tugagan bo'ladi deb aytgan. Momayni muhitini go'zal qilishga undigan kuch dal umiddan iborat. Ma'lumki, gulni so'yganlik go'zallikni so'yganlik, go'zallikni so'yganlik hayotni so'yganlik. Hayotni qizg'in so'ygan odamda o'zini qadrlash tuyg'usi bo'ladi. O'zini qadrlaydigan odam tirishchan, aktiv, tashabbuskor odamdir. Germanlarning 2. Dunyo urushida fojialik mag'lubiyatga duchor bo'lib turug'liq, oradan 30 yil o'tmay xalqarodagi eng taraqqiy topgan iqtisodiy kuchi, fan texnika kuchi eng kuchli davlatlar qatorida mavjud bo'lib turadiganligi, ularda ana ashundoq eng qiyin ahvoldami umidini yo'qotmay, ishonchini suslashtirmay yashashga odatlangan onalarning ko'plab bo'lganligida albatta. Bundoq onalar boshqa millatlardami yo'q emas, lekin oz ko'plikida farq bor. Mening boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larim madaniyat zo'r inqilobi yillari edi. U yillarda sinfiy kurash tutqi qilinayotgan bo'g'ashqa ishlab chiqarish tashlanib qolgan. Shunga yezi egiligi bakma qaloq edi. Dehqonlar shuncha ishlasimi qo'sq to'ymay, uchsi illamay o'tadi. Bizning mahalla 7 oilalik bir kichik mahalla bo'lib, mahallamizda 50 yoshlardan oshgan oila qiyinchiligi ig'ir bir ayol bo'ladigan. Bu ayol oila qiyinchiligi ig'ir bo'lg'ashqa kommunaning ig'ir amgikidan qolmay ishlaydi. Usti-beshi shuncha namrat, turmush shuncha qiyin bo'lsa-mu, ruhiy holat ko'taranga yuradi. Men bu ayolni qishdan boshqa fasllarning hammasida chekisiga qizilgul, pichangul yoki momkop degandek gullarni qistirib olgan holatni ko'ratdim. Ko'p yillar o'tgandan keyin ko'rgan bilganlarim avg'anda his qildimki, ashu ayolmi go'yo heliqib Berlinlik momayga o'xshash qiyinchilikqa bosh egmaydigan umidvor ruhga ega ona ekan. Bu ayolning chekisiga gul qisib yurishi o'zini qadrlaganligining ifodasi.
ya'ni sen gul qusqudek ayol degan ma'nini bildiradi ekan. Odamning har qanday bir so'z harakati uning muayyan psixikalik xususiyatining ifodasi hisoblanadi. U ayolning chekisiga doim bir gulni qistirib yashashi uning hayotga bo'lgan qizg'in muhabbatining ifodasi. Ayni chog'da har qanday bir fotograf u nomrod ham jafokash ayolning etiz beshidagi chekisiga gul qisqan turqini ko'rgan bo'lsa, hayajonga cho'mmay qolmaydi. Navoda u ayol mehnatkashlarning obrazini sizishga amroq G'ozi Ahmaddek tongliq rassomlarga uchrab qolsa, ularning tuyg'un ko'ziga bir butun millatning onasi siyoqida ko'rinmay qolmaydi. Fotograflarni hayajonga soladigan, rassomlarning ilhomini qo'zg'aydigan bu kuch hargizmi u ayolning tashqi qiyofati emas, balki ashu oddiy qiyofatning orqasidagi alohida ruhiy holat. Shunga deymizki, ishonch va umidvorlik odamni ham kuchli ko'rsatadigan, ham kuchli qiladigan ajoyib xosiyatli ma'naviy qoral. Her qandaq davrda umidvorlik va umidsizlik masalasi o'xshash bo'lmagan darajada saqlanib kelgan. Tadqiqotchilar insoniyat 21-asrga qadam qo'ygan bugungi davrda umidvorlik tarbiyasi ep berishga texmi bakrak muhtoj bo'layotdi deb ta'kidlashmoqda. Undaqda bundaq ta'kidlashning ta'xirsizligi nada? Shubhisizki, bundaq qarashning ilmiy asosi ham bundaq ta'kidlashning ta'xirsizligi bor. Tadqiqotchilar bugungi insonlarni yuqumli kasallik davri va jismoniy kasallik davridan halqib ma'naviy kasallik davriga qadam qo'ydi deb ko'rsatishdi. Bu deganlik hargizmi insoniyat yuqumli kasallik va jismoniy kasallik bilan xo'shlashdi deganlik emas. Balki insoniyat uchun aytganda ma'naviy kasallik texmi kuchaydi, ham texmi vahimalik holatga o'tdi deganlik. Ro'shanki umidsizlik bir xil ma'naviy kasallik. Umidsizlik tushkunlik sababidan nobud bo'layotgan kishilar, shu sababdan kelib chiqayotgan ig'ir ijtimoiy masalalar kishini cho'chitadigan darajaga berib yetdi. Qabul qilishga bo'ladigan sabab bo'yicha aytganda, umidsizlik putqolning mag'dura ketgan, aql idroki zaiflashgan, armonga tushliq darmoni qammagan yashangan kishilarda ko'rilsa tushunishga bo'ladi. Yomon yeri hozir umidsizlik bog'an siri yoshlashyapti. Shunga biz insoniyatning ma'naviy kasallik davriga qadam qo'yganligi ham umidsizlikning bog'an siri yoshlashyotganligini nazarda tutib, umidvorlik tarbiyasi ep berish ta'xirsiz masala bo'lib qoldi degan qarashni quvvatlaymiz.